Xo'p, mana bizga berilgan demak aylanma sirt bilan detal o'zaro kesishuvi. Biz buni 3 ta proyeksiyasini hamda 3D modelini yaratishimiz kerak bo'ladi. Birinchidan biz chizib olamiz. Keling. Demak, to'g'ri chiziq funksiyasi orqali 90 110 yana 90 chap tomonga va yuqoriga olib kelib buni bog'laymiz. Va buni markazini chizamiz. 110. Pastdan ko'ryapsizlar 20 hamda yana 20 jami 40 ikki chetga chap tomonga surilgan. Kopировать. 20 va 40 davom ettirilgan holatda. Xo'p, endi yuqoridan aytayaptiki 15 mm, 15 mm, 25 mm, 40 mm hamda 15 mm. Demak, biz nima qilamiz? Yuqoridagi chizig'imizni belgilaymiz. Kopировать tugmasiga o'tamiz va 15 mm deymiz. Davom ettirgan holatda 30 mm, 55 mm hamda 95 mm. Mana bo'ldi. Ana endi bizga ichidagi detalni bajaring deyapti. Biz buni to'g'ri chiziq funksiyasi bilan emas, liniya bilan emas, poliliniya bilan bajaramiz. Ya'ni 3-chi nimamiz bilan, tugmamiz orqali. Mana buni ham bajardik. Ana endi buni asosiy chiziqqa o'tkazamiz. Ya'ni 70 mm deymiz. Pastdan vesni bosamiz. Mana bo'ldi. Ana endi bizga aytayaptiki, bundan keraksiz bo'lgan chiziqlarni olib tashlang. Xo'p, 1 2 3 4 5 hamda mana 6-chi. Mana olib tashladik. Shu nimadan chizmamizni o'zidan bitta nusxa olamiz. Belgiladik, kopировать qilib o'ng tomonga o'tkazamiz. Mana bo'ldi. Va ichki detalni olib tashlaymiz. Detalning, ya'ni silindrning teng yarmidan olib tashlaymiz. Olib tashladik. Ana endi bizga buni to'liq silindr shakliga aylantirishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun birinchi yarim silindr holatiga olib kelamiz. Ya'ni oblastga kiramiz. Mana oblastga kirdik. Hammasini belgilab olamiz. Belgilab oldik va enterni bosamiz. Shu orada izidan vizual stili mana bosdik va вращениyaga kiramiz. Mana bo'ldi. Ustidan ko'rinishga o'tamiz. Ana endi bizga aytayaptilarki, buni to'liq silindr shakliga aylantiring deyapti. Вращать tugmasiga kiramiz. Mana pastda вращать tugmasiga kirdik. Yon tomonidan sichqonchani chap tugmasi bilan bitta uramiz-u, chetga chiqarib enterni bosamiz. Va kursorimiz ko'rayotganingizdek, ya'ni mana bu yerda x ga aylandi. To'g'rimi? Xo'p. Demak, kursorimiz x ga aylangandan so'ng detalimizning, ya'ni silindrimizning, yarim silindrimizning ustidan va pastki qismidan bitta uramiz. Sichqonchaning chap tugmasi bilan va enterni bosamiz. Bo'ldi. Va buni biz aylantirib ko'ramiz. Mana. Ko'ryapsizlar? Ana endi bizga aytayaptiki, buni detalni ham endi uni balandligini ko'taramiz. Ya'ni bizga avvalambor mana bu yerdagi detalning ichidagi chizig'imiz bor, ya'ni o'q chizig'imiz, markaziy o'q chizig'imiz. Uni o'chirib tashlaymiz va vizual stiliga o'tdik. Вытягивание tugmasini bosamiz, ustiga kelib turib 100 deymiz. Chunki silindrimiz 90 edi. Shunaqami? Mana 100 bosdik. Bo'ldi. Ana endi silindrimizning
nima detalimizni silindrni ichiga kirgizamiz. Mana. Perimestetimiz xohlasak bu yerdan o'tkazishimiz mumkin yoki bu yoqdan perimestet qilishimiz ham mumkin. Mana o'tkazdik va aylanamizni qarang. Chetiga olib kelganimizda o'zi normal degan yozuv chiqadi. Sababi teng yarmiga olib keldik hisobiga. Ya'ni aylantirib ko'ramiz. Pastga birinchi tushiramiz o'zini, yana perimestet qilamiz va aylantirib ko'ramiz. Mana aylantirib ko'rdik. Demak, hammasi chiqib o'tiribdi. Yaxshi, ikki tomonda. Endi detalni silindrdan ajratamiz yoki silindrdan detalni ajratamiz. Farqi yo'q. Mana bu yerda bizga ya'ni вычитание degan tugmamiz bor. Bosamiz. Ya'ni qaysidan qaysini ajratamiz. Birinchi silindrni bosamiz, enter bosamiz va detalni o'zini bosamiz. Hech qanchani chap qilmasin. Ya'ni belgilab olamiz va enterni bosamiz. Mana o'zi avtomatik ravishda yig'ishtirib olyapti. Ko'ryapsiz-a? Mana, marhamat. Ana endi bizga mana bu chizmamiz mutlaqo endi bizga kerak emas. Buni belgilab o'chirib tashlaymiz. Shuni o'zini belgilaymiz, ya'ni 3 nusxasini olamiz. Kopировать, ya'ni bitta pastga va bitta yon tomonga. Mana bu. Siz aytishingiz mumkin, domla, bu yerda uchalasi ham bir xil ku deb. To'g'ri. Biz hozir ikki proyeksiyani, ya'ni gorizontal hamda profil tekstlikdagi proyeksiyalarni o'zgartiramiz. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu yerda bizga sleva degan tugmamiz bor. Shuni bosamiz. Yon tomonga o'tib oldik. Ya'ni 2D karkasga o'tamiz. Ko'rishimiz uchun. Belgilaymiz hammasini. Повернуть deymiz, ya'ni 90 gradusga mana buramiz. Burdik. Endi old tomon ko'rinishiga o'tamiz. Mana. Burdik. Endi davom ettiramiz. Belgilaymiz shu nimamizni, gorizontal tekstlikdagi ko'rinishimizni va buni ham aylantiramiz yana 90 gradusga. Mana 90 gradusga aylantirdik. Ana endi old tomondan ko'rinishiga qaraganda, ya'ni mana bunaqa holatda ko'rinyapti. Ya'ni bu yuqoridan ko'rinishi, bu old ko'rinishi, bu yon ko'rinishi bo'lish kerak, lekin yon ko'rinishi ham hozir old ko'rinishday bo'lib turibdi. Ana endi ustidan ko'rinishga o'tamiz. Sverxu. Mana. Endi biz buni olamiz 90 gradusga aylantiramiz, ya'ni profil tekstlikni. Keyin повернуть deymiz. Qaranglar. Chetiga bitta urib qo'ydik, lekin sichqonchani shunday o'zini olib borib ko'rsatdik. Chunki o'rta markazni topishimiz uchun va markazga kelamiz, 90 gradus tepaga qarab o'tiramiz. Mana bu. Va yana old ko'rinishiga qaytamiz. Mana. Va old ko'rinishida mana bunaqa holatda ko'ryapmiz. Qaranglar, bu nima degani endi o'rtoqlar? Qaranglar. Bu old ko'rinishi, ya'ni frontal tekstlik, bu gorizontal tekstlik, bunisi esa profil tekstlik. Endi biz vizualni stiliga o'tganimizda, ya'ni 3D holatiga o'tganimizda mana bunaqa holatga ko'ramiz. Biz endi buni aylantirib ko'ramiz. Qaranglar o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar-a? Demak, uchalasi ham har xil. Uchalasi ham har xil.